Er bo'lib nima qilib berdingiz? Sizga tegib nima ko'rdim men? Jonimga tegdingiz. Ana palonchi dugonalarimni eri qo'sha brilliant, qo'sha uylar, mashinalar olib beryapti, xotinini boshida ko'taryapti. Sizchi? Sizga tegib nima ko'rdim? Hay ayollar, pastga tushing, pastga. Erkak kishiga bunday muomala qilib bo'lmaydi. Bizning o'zbek erkaklarimiz bunaqa muomalani ko'tarmaydi. Bizning erkaklarimiz nafis, latofatli, nazokatli, aqlli, tadbirli ayollarni yaxshi ko'radi. Agar siz eringizga shunday muomala qilib undan hukmron bo'laman, ustun kelaman va uni boshqaraman deb o'ylagan bo'lsangiz, xato qilasiz. Erkak hech qachon ayoliga bo'ysunmaydi va siz uni bir umrga yo'qotasiz. Yo'qotgandan keyin mana buni tishlaganingizni foydasi yo'q.